17 mavzumuz quyidagicha: bir jinsli sistemalarning yechimlarining xossalari. Astrogradskiy-Lyulli formulasi. Mana shu haqda, ya'ni differensial tenglamalar sistemasi haqida gaplashamiz. Bu nimalarimiz endi oxirgi mavzularga to'g'ri keladi. Biz demak 17-mavzuni o'tyapmiz. O'zi 15 mavzuga mo'ljallangan. Bilinglar, mana 12 bir jinsli sistemaning yechimlarining xossalari bilan tanishamiz. Agar UK teng phi k x, k o'zgaradi 1 dan n-gacha funksiya 12 ning yechimlari bo'lsa, u holda UK teng s ko'paytirilgan phi k x funksiya ham 12 ning yechimlari bo'ladi. Isboti: UK teng phi k x funksiya 12 formulaga qo'yamiz. U holda 12 formulaga qo'yadigan bo'lsak, s ko'paytirilgan phi k x ning hosilasi. Bu teng summa y 1 dan to n-gacha ya'ni l 1 dan n-gacha yig'indi p k l x s ko'paytirilgan phi l x. Bunda s ko'paytirilgan phi k x shtrix teng bo'lyapti yig'indi l 1 dan n-gacha p k l x ko'paytirilgan s ko'paytirilgan phi l x. S'ga qisqartirsa, u holda phi l, mana bu l deb o'qiymiz, l x 12 ning yechimi ekanligini aytilgan narsaga ega bo'lamiz. Demak, ikkinchi, 12 sistemaning mta yechimini berilgan bo'lsin, u holda u ya'ni y 1 k x virgul y 2 k x va hokazo y m k x k 1 dan o'zgaradi to n-gacha. Bizning holatimizda m-gacha. Bu yechimlarni UK teng i 1 dan n-gacha s i y k 13 chiziqlar kombinatsiyasi ham yechim bo'ladi. Ya'ni o'zi yechim bo'lsa, demak chiziqlar kombinatsiyasi ham yechim bo'ladi. Endi quyidagi sistemani qaraymiz. Quyidagi sistema dy 1 dx taqsim a1 1x y1 a1 2x y2 plus va hokazo a1 n x yn teng b1x. dy y2 taqsim dx teng a2 1x y1 plus a2 2x y2 plus va hokazo a2n x yn plus b2x va hokazo. dy yn taqsim dx teng an1 x y1 plus an2 x y2 plus va hokazo ann x yn teng plus bnx berilgan bo'lsin. Bunda y noma'lum funksiyalar, aij x bi xlar mana j o'zgaradi 1 dan n-gacha berilgan, bu yerda berilgan funksiyalar bo'ladi. Berilgan funksiya. Demak, sistemani vektor matrica ko'rinishida quyidagicha yozib olamiz. y shtrix teng a matrica, ya'ni ax y plus bx 15. Bundan endi hosil olamiz. Qarang, y shtrix, ya'ni nimasi y shtrix ax ko'paytirilgan y. Bunda mana alohida nimasini hosilasi mana shunga teng bo'lgandan keyin buni alohida yozib olyapmiz. Qarang, bx nima, ax nima, mana shuni alohida, demak axlar matrisaviy funksiya va bximiz esa ustun matrica. Teorema: agar bizda 13 chiziqli sistema berilgan bo'lsin, agar ax matrica va bx vektor funksiya a b intervalda aniqlangan mavzusi bo'lsa, u holda
boshlang'ich qiymati x0, y10, y20 va hokazo yn0 yechim 15 tenglamalar shu boshlang'ich qiymatlarga ega bo'lgan va a b intervalda aniqlangan yagona yechimi mavjud. Teorema 2. Umumiy yechim haqida. Agar vektor funksiyalar i intervalda aniqlangan chiziqli erkli yechimlardan iborat bo'lsa, u holda 16 tenglamaning ixtiyoriy fx yechimini quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Fx teng s1 f1x plus s2 f2x plus va hokazo cn fnx formula bilan ifodalanadi. Bu formulaga umumiy yechim formulasi deyiladi. Umumiy yechim formulasi mana shunday chiziqli kombinatsiya ham yechim bo'ladi. Agar i birdan engacha a alfa i y x aynan 0 ga teng bo'lsa, 17 ayniyat alfa i'larning bir vaqtda 0 ga teng bo'lmaydigan qiymatlari uchun bajarilsa, bu funksiyalar sistemasi chiziqli bog'liqli deyiladi. Chiziqli, ya'ni sistema uchun ham chiziqli bog'liqli nimani aytishimiz mumkin. Agar ayniyat ai teng 0 bo'lganda bajarilsa, berilgan funksiyalar sistemasi chiziqli erkli deyiladi. Chiziqli bog'liqli, chiziqli erkli vektorlarga o'xshab, deya mana shunday sistemalar uchun ham aytishimiz mumkin ekan. 17 tenglamalar sistemasi alfa i'larga nisbatan chiziqli bo'lib, uning determinanti, ya'ni Vronskiy determinanti w y1k y2k va hokazo ynx, ya'ni wx desak, y barabar y1 2 va hokazo y1n y2 1 y2 va hokazo y2n va hokazo yn1 yn2 va hokazo yn yozib chiqamiz. Bu determinantga Vronskiy determinanti deyiladi. Endi Ostrogradskiy-Lyulli formulasi bizda quyidagicha Vronskiy determinantini tepadan yozib olamiz. wx y barabar y1 2 va hokazo y1n y2 1 y2 va hokazo y2n va hokazo yn1 yn2 va hokazo yn determinant berilgan bo'lsin. Bundan ustunlari bo'yicha hosil olib chiqamiz va quyidagini yozamiz. y'(ik) l birdan n'gacha a k l x y l k o'zgaradi birdan n'gacha. Hop, bu yerda l i o'zgaradi birdan n'gacha tenglikdan foydalanamiz. Bu teng bo'ladi. Mana shu yig'inda mana Vronskiy determinant har bir nimalar bo'yicha yig'ib chiqib, yig'indini determinantlar yig'indisiga keltiramiz va l dan teng bo'lgan bo'lsa, boshqa barcha determinantlar 0 ga teng bo'ladi. Bu l k ga teng bo'lganda determinant a k k x wx ga teng. Ya'ni mana shu nimani ko'paytmasiga teng bo'ladi. Shuning uchun wx, ya'ni Vronskiy determinantning hosilasi teng bo'ladi. K birdan n'gacha a k k x wx tenglikka ega bo'lamiz. Buni integrallab quyidagi formulani chiqaramiz. Wx teng wx 0, ya'ni x ning 0 qiymatidagi y darajasi integral x0 dan x gacha yig'indi k birdan n'gacha a k k x dx x0 a bu intervaldan olingan formulaga kelamiz. Bu Ostrogradskiy-Lyulli formulasi deyiladi. Mana shu Ostrogradskiy-Lyulli formulasini biz hali sistemalar uchun misollarni ishlatishda juda qo'l keladi. Bemalol shu formulaga qo'yib hisoblab topishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
demak, Astroglazki Lulli formulasini biz keltirib chiqardik.